Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. 12 avgustdan pensiya masalasida bir qator tartiblar o'zgaradi va bu nafaqat hozir pensiya olayotgan ota-onalarimizga, balki yaqin oylar ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga ham bevosita ta'sir qiladi. Eng katta muammo shuki, ko'pchilik menga nima o'zgaradi? Pulim kamayadimi? Hujjat topshirishim kerakmi? Kartamga tushadimi? Ustama saqlanib qoladimi? degan savollar bilan sarson bo'lyapti. Men bugun shu savollarning barchasini oddiy, tushunarli tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham pensiya to'lovining kechikishiga, noto'g'ri hisoblanishiga yoki keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar aynan siz va yaqinlaringiz uchun kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Oldin pensiya masalalarining katta qismi qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan olingan spravka, mahalla yoki boshqa tashkilotlardan tasdiq talab qiladigan hujjatlar orqali hal qilinardi. Fuqaro pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, ko'p hollarda o'zi yugurardi. Bir idoraga boradi, keyin boshqa idoraga boradi, arxivdan ma'lumot kutadi. Ish staji tasdiqlanmasa, yana alohida dalil izlaydi. Ayrim holatlarda odam haqiqatan ham 20 yil ishlagan bo'lsa ham hujjatda 24 yil ko'rinib qolardi. Natijada pensiya kam chiqardi. Endi esa asosiy yo'nalish o'zgaryapti. Ma'lumotlarni idoralararo elektron almashish, bazalarda bor ma'lumotga tayangan holda pensiyani hisoblash, ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirish va to'lovlarni nazoratli, shaffof qilish kuchayadi. Bu yaxshi tomoni. Lekin ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni ham bor. Elektron bazada xato bo'lsa, masalan, sizning stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa yoki familiyangiz eski hujjatlarda boshqacha yozilgan bo'lsa, tizim siz kutgan natijani bermasligi mumkin. Shu sababli 12 avgustdan keyingi eng muhim gap bitta. Pensiya o'zi avtomatik to'g'ri hisoblanadi deb xotirjam bo'lib o'tirmang. Ko'p jarayonlar avtomatlashtiriladi. Lekin avtomatlashtirish ham bazadagi ma'lumotga qaraydi. Bazada nima bo'lsa, hisob-kitob ham shunga qarab yuradi. Demak, har bir pensioner va pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqaro o'z ma'lumotini tekshirishi, hujjatini tartibga keltirishi, kerak bo'lsa vaqtida arza berishi zarur. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. 12 avgustdan keyin pensionerlar uchun eng ko'p seziladigan o'zgarishlar 3 ta yo'nalishda bo'ladi. Hisob-kitobni qayta hisoblash, to'lov usuli va nazorat, hujjatlarni tekshirish hamda tasdiqlash. Birinchi yo'nalish, pensiya hisob-kitobida elektron ma'lumotlarning roli oshadi. Ya'ni ishlagan davringiz, sug'urta badallari, ish haqi, mehnat faoliyati, ayrim imtiyozlar bazalardan tekshiriladi. Oldin mehnat daftarchamda yozilgan, demak bo'ldi degan qarash kuchli edi. Endi esa mehnat daftarchasi muhim bo'lsa ham bazadagi ma'lumot, arxiv tasdig'i va boshqa rasmiy ma'lumotlar bilan solishtirish kuchayadi. Ikkinchi yo'nalish, to'lovlarni yetkazish tartibida aniqlik oshadi. Kim kartaga oladi, kim naqd oladi, kimning ishonchnomasi bor, kim vaqtincha boshqa hududda yashayapti, kim chet elda, kim kasalxonada yoki parvarishga muhtoj. Bular bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Chunki pensiya pulini faqat egasiga yoki qonuniy vakiliga berish prinsipi kuchayadi. Uchinchi yo'nalish, ortiqcha to'lovlar, noto'g'ri ustamalar va hujjatdagi tafovutlar ko'proq aniqlanishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Masalan, biror pensioner nogironlik ustamasi yoki pensiya nogiron yoki yo'qotganlik pensiya bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa, lekin uning huquqiy holatida o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bu holat qayta tekshiriladi. Yoki ishlayotgan pensionerning daromadi, lavozimi yoki faoliyat turi bo'yicha alohida tartib bo'lsa, u ham inobatga olinadi. Eng avvalo yaqin 6 oy ichida pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar juda hushyor bo'lish kerak. Masalan, erkak kishi 6 yoshga to'lyapti, ayol kishi 25 yoshga to'lyapti. Ular vaqti kelganda boraman deb kutmasligi kerak. Oldindan kamida 2-3 oy avval hujjatlarni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar o'qiladi, muhrlar bor yoki yo'qmi? Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar bir-biriga mosmi? Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi bormi? Bularning hammasi muhim. Ikkinchi toifa, pensiyasi juda kam chiqayotgan va men ko'proq ishlaganman, lekin kam olyapman degan fuqarolar. Sizlar ham qayta ko'rib chiqish imkoniyatini tekshirishingiz kerak. Chunki ayrim odamlarning staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, opamiz Yundoqo'yit Boqili 5 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin 10 yil bozorda yakka tartibdagi faoliyat qilgan.
so'ng yana 5 yil maktabda farrosh bo'lgan. Agar fabrikadagi arxiv ma'lumot topilmasa yoki yakka tartibdagi faoliyat davrida badal to'langani ko'rilmasa, pensiya kam hisoblanishi mumkin. Bunday vaziyatda endi kech bo'ldi demang. Hujjatni tiklash va qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilish mumkin. 3-toifa ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Masalan, pensioner ota kasal o'g'li kartadan pul yechib beradi yoki ishonchnoma bilan oladi. Bunday holatda ishonchnoma muddati, rasmiyligi, pensionerning tirikligi va yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lishi shart. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Agar karta boshqa odam qo'lida yurib, pensioner o'zi puldan foydalanmayotgan bo'lsa, bu ham keyin nizoli masalaga aylanishi mumkin. 4-toifa boshqa hududga ko'chib ketgan pensionerlar. Masalan, pensiya Toshkent viloyatida rasmiylashtirilgan, lekin odam hozir Farg'onada qizi bilan yashayapti yoki Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Samarqandda davolanmoqda. Bunday holatda yashash joyi, ro'yxat, bank kartasi va to'lovni olish tartibi mos bo'lishi kerak. Aks holda xabarlar eski manzilga boradi, chaqiruvni ko'rmay qoladi. Keyin nega to'lov kechikdi degan savol paydo bo'ladi. Birinchi misol, Anvar aka 6 yoshga to'ldi. U jami 34 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin bazada faqat 27 yil ko'rinmoqda. Sababi 1993-2000 yillardagi kichik korxona allaqachon yopilgan, arxiv hujjatlari esa to'liq topshirilmagan. Agar Anvar aka hech narsa qilmasa, pensiya 27 yil staj asosida hisoblanadi edi va oyiga shartli misolda 2 million 100 ming so'm chiqadi. Agar u arxivdan ma'lumot olib, o'sha 7 yilni tasdiqlatsa, hisob kitobga ta'sir qilib, pensiyasi 2 million 90 ming yoki 2 million 600 ming so'mgacha oshishi mumkin. Bu oyiga 500 ming so'm farq degani, bir yilda esa 4-6 ming so'm farq bo'ladi. Ikkinchi misol, Dilbar opa 65 yoshga kiradi. U turmushga chiqqach familiyasi o'zgargan. Mehnat daftarchasining boshida qizlik familiyasi, keyingi ish joylarida turmushdagi familiyasi yozilgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizimda bu bir odammi yoki ikki odammi degan tafovut paydo bo'lishi mumkin. Natijada ish stajining bir qismi vaqtincha hisobga olinmay qoladi. Bu muammoni hal qilish qiyin emas, lekin oldindan tayyorlanmasa, pensiya tayinlanishi cho'ziladi. 3-misol, Karim ota pensiyasini bank kartasiga oladi. Karta muddati tugagan, lekin u buni bilmaydi. Chunki kartani nabirasi ishlatib yuradi. 12 avgustdan keyin to'lovlar bo'yicha nazorat kuchaysa, karta ma'lumotlari egasi va aktivligi muhim bo'ladi. Karta bloklangan bo'lsa, pul tushishi kechikadi yoki qaytadi. Shuning uchun pensionerning o'zi yoki yaqinlari bankka borib kartaning muddati, telefon raqami, SMS xabarnoma va PIN kod xavfsizligini tekshirishi kerak. 4-misol, Mahbuba opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzandi kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun to'lov davom etadi. Lekin farzand o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki o'qishdan chetlashtirilsa, bu holat pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar bunday o'zgarish yashirilsa, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida bildirgan ma'qul. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, siz vahimaga tushmang. 12 avgustdan keyin hamma pensionerning puli birdan to'xtab qoladi degan gap noto'g'ri. Bu islohotning maqsadi odamlarni qiynash emas, tizimni tartibga solish, lekin xavotir olmaslik boshqa, tekshirmaslik boshqa. Men doim aytaman, pensiya bu har oy keladigan daromad. Uyingizdagi gaz, svet, oziq-ovqat, dori-darmon, nabiralarga yordam, hammasi shu pulga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun menda muammo yo'q degan odam ham yiliga kamida bir marta pensiya hujjatlarini va to'lov kanalini tekshirtirib qo'ysa zarar qilmaydi. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv pensiya staji sifatida avtomatik qabul qilinavermaydi. Yozuv aniq bo'lishi kerak, buyruq raqami, san'at tashkilot nomi, muhr yoki tasdiq bo'lishi kerak. Ayrim eski daftarchalarda siyoh o'chib ketgan, muhr ko'rinmaydi. Tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan. Bunday holatda qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Arxivda hujjat topilmasligi staj umuman yo'q degani emas. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga yuqori tashkilotga yoki huquqiy vorisiga topshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, eski kolxoz, sovxoz
Zavod yoki tikuv sexi nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Siz arxivga murojaat qilganda faqat hozirgi nomni emas, o'sha davrdagi nomni, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'limingizni yozing. Men ishlaganman. Topib beringlar deb umumiy yozilsa, qidiruv qiyinlashadi. Uchinchi nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Faqat staj emas, ayrim davrlardagi maosh ham hisob kitobda ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun odamlar ko'pincha stajim bor bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida yuqori maosh olgan davrlaringiz to'g'ri aks etishi pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Agar siz bir paytlar yaxshi ish haqi olgan bo'lsangiz, lekin bu ma'lumot bazada ko'rinmasa, hujjat izlashga arziydi. 4-nozik jihat, ustamalar. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq imtiyozlar, parvarish bo'yicha to'lovlar, bularning har birida alohida shartlar bor. Bir ustama boshqa bir ustama bilan qo'shiladimi yoki qo'shilmaydimi? Qaysi hujjat talab qilinadi? Muddati bormi? Buni alohida tekshirish kerak. Chunki odamlar qo'shnim oladi, men ham olishim kerak deb o'ylaydi. Lekin huquqiy asoslar farq qilishi mumkin. 5-nozik jihat, chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, to'lovni olish, bank kartasi, ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash kabi masalalarda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu yerda eng katta xato qarindoshlar kartadan pul olib turadi. Lekin pensionerning holati, yashash joyi, hujjat muddati yangilanmaydi. Keyin bir kun kelib to'lov to'xtaydi yoki tekshiruv boshlanadi. Shuning uchun chet eldagi yaqinlaringiz bo'lsa, rasmiy tartibni oldindan aniqlang. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman dedi. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHR raqami, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi, harbiy xizmat hujjati, diplom yoki kunduzgi o'qish davri bilan bog'liq hujjatlar, bularni bir papkaga joylang. Ayniqsa, ayollarda familiya o'zgarishi bilan bog'liq hujjatlar juda muhim. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni alohida ro'yxat qilib chiqing. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Tashkilot nomi qanday edi? Hozir u tashkilot bormi yo'qmi? Masalan, 1995 yillar Namangan tikuv fabrikasi tikuvchi, 1996-2002 yillar Baraka MSHchi sotuvchi, 2003-2015 yillar 12 maktab oshxona xodimi. Shu ro'yxat keyin pensiya jamg'armasi yoki arxivga murojaati juda yordam beradi. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlari bo'lsa, undan foydalaning. Yoki mahalladagi ijtimoiy xodimlardan yordam so'rang. Agar o'zingiz internetdan foydalanmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqiningiz bilan birga tekshiring. Lekin hech qachon pasport ma'lumotingizni, karta raqamingizni, SMS kodini begona odamga bermang. 4-qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. Karta muddat tugamaganmi? Telefon raqami o'zingiznikimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasiga kim ulangan? Bularni tekshiring. Agar pensionerning telefoni nabirasida, kartasi kelinda, SMS boshqa odamda bo'lsa, bu oilada kelishilgan bo'lishi mumkin. Lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan pensionerning o'zi ham xabardor bo'lishi kerak. Pensiya puli egasining roziliksiz ishlatilmasligi kerak. 5-qadam, agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki ko'rib bering deyish yetarli emas. Arizada aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon yillarda ishlagan davrim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Yoki falon davrdagi ish haqi ma'lumotlarim hisob kitobga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Arizaga mavjud hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 6-qadam, arxivga murojaat qilganda aniq ma'lumot bering. Tashkilotning eski nomi, manzili, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, bo'limingiz, rahbar yoki sex nomi esingizda bo'lsa yozing. Masalan, 1997 yillarda Buxoro viloyati G'ijvon tumanidagi sobiq paxtakor jamoa xo'jaligi sut sog'uvchi bo'lib ishlaganman degan ma'lumot arxivchi uchun ancha foydali. Faqat kolxozda ishlaganman deyish qidiruvni cho'zadi. 7-qadam, har qanday o'zgarishni yashirmang. Nogironlik guruhi o'zgarsa, o'qish holati o'zgarsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga ta'sir qiladigan vaziyat bo'lsa,
Pensioner vafot etsa, boshqa davlatga doimiy ketilsa, bularni vaqtida bildirish kerak. Chunki bugun bildirmasangiz, ertaga ortiqcha to'lov hisoblanib, oila a'zolaridan qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu esa juda og'ir va noqulay vaziyat. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Islohot bo'lyapti degan xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Pensiyangizni oshirib beramiz. 2 avgustgacha pul to'lasangiz, ustama chiqaramiz. SMS kodni ayting. Pensiya kartangizni yangilaymiz degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kodni bermang. Bank karta paroli, karta orqasidagi kod, pasport rasmi. ID karta ma'lumotini Telegram orqali begonalarga yubormang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa. Birinchi manzil yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. U yerga pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, mavjud ma'lumotnomalar, bank kartasi rekvizitlari va kerakli hujjatlar bilan boring. Agar masala arxivga bog'liq bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qilasiz. Agar bank kartasi bilan muammo bo'lsa, kartani bergan bank filialiga boring. Agar elektron xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, yagona portal yoki rasmiy mobil ilovalar orqali tekshirish mumkin. Murojaat yozayotganda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Menga adolatsizlik bo'ldi deyish o'rniga 1996 yillardagi ish stajim hisobga olinmagan. Ushbu davrni tekshirib, pensiyani qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. Shunda mas'ul xodim nima tekshirishi kerakligini aniq biladi. Demak, 12 avgustdan keyingi o'zgarishlarning mazmuni shuki. Pensiya tizimida elektron ma'lumotlar, nazorat, hujjatlarning to'g'riligi va to'lovlarning shaffofligi yanada muhim bo'ladi. Bu ko'pchilik uchun qulaylik beradi, lekin hujjatida xato, stajida uzilish, kartasida muammo, ishonchnomasida kamchilik bo'lganlar oldindan tayyorlanishi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni bir papkaga joylang. Mehnat stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Bank kartangizni tekshiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Eng muhimi, mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning va firibgarlarga aldanmang. Agar sizning pensiyangiz bo'yicha muammo bo'lgan bo'lsa yoki 12 avgustdan keyingi o'zgarishlar haqida savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p berilgan savollar bo'yicha alohida video tayyorlayman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bir kun oldin bilgan odam bir oy sarson bo'lishdan saqlanadi.